Assalomu alaykum. Hurmatli chorva qo'yi ishqibozlari. Mana bugun dehqonlardan yangi video olyapmiz. Manzil Namangan viloyat Pop tuman Chodar qishlog'i. Mana 6 dona urg'ochi to'qli qo'zilar. 6 dona. Xudo xohlasa yaxshi o'sib, kambag'alni boy qiladigan qo'zilar. Puliga kelsak 3.200.000 dan yana xayr barakasiga o'tib beradi. Ma'lumot olish uchun telefonlar 970 93lik kodi bilan 970 82 82 qaytarib o'taman. 93lik kod bilan 970 82 82. Men sizlarning yordamingizda podpiska va like bosganlarga katta rahmat. O'tgan safargi chiqargan videolarimiz chiqargan qo'zlarimiz bir pasda sotilib ketdi. Xudo xolasa bugun bundan keyin yana bitta partiya bo'ladi. Uni ham kuzatasizlardan degan umiddamiz. Videodagi kamchilik va xatolar uchun oldindan uzr. Biz yangi boshlagan havaskor blogerlardanmiz. Albatta, xohlimizmi yo'qmi xato kamchiliklar bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Like va podpiska kutib qolamiz sizlardan. Sizlarning ko'maklaringizda Xudo xolasa rivojlanib, mana shunaqa haqiqiy dehqonlardan puli yengil qo'zilardan chiqarishga harakat qilamiz. Mana hozir bitta yurgizib ko'ramiz. Sog'lig'i, yeb ichishiga bir hafta 10 kun garantiyasi bor.